Kela BYD qangda ichiga hozir quyon kirib ketdi. To'rtta quyon. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtinchisi qani? To'rtinchisi ko'rdingmi? Bolalar ko'payiga tutdi. Yo'q. Ko'rindi, akalar quyon ko'rindi. Ya, uchta ekan. Xo'p, shu 5 ta, 8 ta quyon bor ekan bitta. Kela BYD qangda ichiga hozir quyon kirib ketdi. To'rtta quyon. Ataylab batareyani yechmoqchi biz hozir. Batareyaning orasiga kirib ketdi deyapti. Qani? Batareyaning orasiga kirib qayerda turibdi-ku? Qanchadan beri qiynayapsiz? Qachon kirib ketdi aka? Bolalar ko'payiga tutdi. Yo'q. Ishqilib o'ylab qolmayapti. Toshkentga olib keldi. Quyon bilan Toshkentga olib keldi. Iloji yo'q, hozir batareyani yechyapti aka. 5 tasini oldik. 5 ta oldilar. 5 ta oldik. Yo'q, serios aka. Bu bolalarni mashina ichida. Ha, hozir bittasi qolib ketdi, endi keldi ustaxona. 5 tasi bilan Toshkentga olib keldingiz. Qo'yilgan. Quyon bilan akam Toshkentga yurdilar. Yo'lda tushmagan. Yo'ldan tushmadimi? Hozir pishirib yuboraman deyaptilar. Yana narsa jazirada turibdi. Chetasi ham. Yo'q, ha? Yo'q. Ya bo'ldi, men qolalim. Qaroring chiqaring. Ko'ramiz. Telefonim joyi to'lib qolmasa. Bo'ldi. Asli batareyaning tepasida. Batareyaning tepasida deyaptilar. Ha, chiqishdilar. Obanglarga u nari tomonga kirib ketishgan-da. Qaysi tarafga kirib ketishdi? Oldi tomonga. Old tarafga kirib ketishdi. Ko'rinyapti quyon? Bunda turibdi yana yuribdi uni. Oppoq quyon ekan-da. Oppoq. Batareyalar ko'rindi, akalar quyon ko'rindi. Ana. O'ta, nechta bor ekan yana? Bolalari ham bo'lishi mumkin Obanglar aka. Bor ekan yana. Bolalari ham bo'lishi mumkin Obanglar aka. Bor ekan, ikkita bor ekan. Ikkita quyon bor ekan. Turibdi uni. Ikkita turibdi, ikkita galla turibdi. 5 ta olishibdi. Yana ikkitasi batareyaga ishlatirdi. Batareyaga tushiramiz hozir. Mashinaga bermoqchi. Bunaqasi. Akam o'zlari berma bilan shug'ullanardilar, mashinani berma qo'yibdilar. Quyon boqayaptilar ekan. Oilaga. Akalar, mana quyon. Nima qilsam? Yo'q, oldi kapotda. Motori taydan topib oldim ikkitasini. Hozir endi bu orqa tomonidan Sayilga chiqarganda quyonlar sizmog'ona. Quyon. Juda zerikib ketishdi. Bunaqasi bo'lmagan bo'lsa kerak. Bo'lmagan, kim bunaqasi bo'lmagan. Quyon temasi bo'lmagan. O'zi mashinada hali shag'allik turishdi. Ovoz chiqib qoladi. Ha. Ha. Qaliga chashdi, ha. Ha, o'sha bir bo'lsa, o'sha quyonlar ziyo yetkazganmi bir joyga. Bir yo'l endi ochib ko'ryapman. Batareyalarni qator ochib ko'rib qo'yli, yana simpimini yeb qo'ymasin. Chaynab qo'ymasin deyapti. Tatta turib qon ochib qolsa endi nima endi ularga? Yevoriladi. Nima bo'lsa yevorib turay, akam falon pulga tushmayli deyaptilar. Bechora quyonchalar. Ana turishdi. Sizlarga ko'rsataman, qaranglar. Mana quyon. Eng qizig'i bitta bas, ikkita hozir turibdi. Ko'rganimiz ikkita bo'ldi. Akam 5 ta olibdilar. Mana ichidan 5 ta olibdilar, qolgan ikkitasini olib bo'lmabdi. Bu bilan birlar akam Toshkentga borib ketdilar. 300-400 kilometrga boribdi. O'sha yo'lda ham chiqib qolmagan. Mani BYDni maqtab qo'y, quyon boqsa ham bo'laveradi ichida. Ichida quyon bemalol boqsa bo'laverar ekan. Bunda hali benzinli mashina bas, elektromobil, hali issiq joy, issiq sovuq bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, yashab yuraverar ekan mana yerda ko'payishib boshqa bo'lib. Shunday oldik. Endi quyonni ko'ramiz. Tak. Ko'proq ekan-a? Nechta ekan? Bitta bor, quyon. Yana nechta quyon bor? Kelay toping. 3 ta turibdi. 3 ta bor ekan, ikkita. 3-chi qayerda? Ana o'sha ikkitasi yonma-yon turibdi. Ya, 3 ta ekan. Xo'p, shu 5 ta, 8 ta quyon bor ekan bitta. Yo'q, yana bitta turibdi orqasida, uni orqasida. Orqasida yana bitta bor. 4 ta quyon. 5 ta olibdilar, 9 ta quyon kirib olgan ekan. Ferma bo'lib ketibdi. BYD qanday orqasi bor-ku? Qani? Ko'ramiz. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtinchisi qani? To'rtinchisi ko'rdingmi? To'rtinchisi ashuna orqasida turibdi. Orqasida turibmi? Chatomandagisi orqasi. Siz turaylikmi? Turinglar. Qani? Tushiramiz. Quyon boqib qo'yibdi o'zim bilmagan holda. Akam quyon boqib qo'yibdi. Akamga mana olib keldi. Et, gap yo'q. Tushamiz ko'ramiz. Ushlab olishdimi? Ushlab olishni bir ushasiz ko'ramiz. Ushalmaysiz, javob beramiz. Sporlasa, agar ushasiz bor-ku, bittasini ushasiz bor-ku. Bittasini ushasiz, ushasa o'ladingizmi? $50 mana shu Rahmat akam o'zlari birinchi bo'lib ushlab bersalar $50 bor.